Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Dr. Jamshid. Ushbu videoda sizlarga jig'ildon qaynashi to'g'risida bir qancha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Dunyo aholisini taxminan 100 tasidan 25-30 tasida jig'ildon qaynashi holati ko'p kuzatiladi va shuning uchun men bu mavzuni aktual deb topdim. Ushbu videoda jig'ildon qaynashi o'zi nima, u qanaqa sabablarga ko'ra kelib chiqadi va uni davolash uchun qanaqangi ishlarni amalga oshirishimiz mumkinligi to'g'risida navbatma-navbat gapirib o'tamiz. Meditsina tili bilan, ya'ni tibbiyot tilida aytadigan bo'lsak, jig'ildon qaynashi GERD yoki gastroezofageal reflux kasalligi deb aytiladi. Eshitilish jihatdan birmuncha qiyin bo'lishi mumkin. Men sizga shuni oddiy so'zlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Ushbu trubka ko'rinishida chizayotgan chizmam bu qizil o'ngachga to'g'ri keladi. Va undan keyin bizda me'da boshlanadi, ya'ni jig'ildon deb aytadi xalq tilida, ya'ni oshqozon boshlanadi. Mendan yaxshi rassom chiqmaydi, lekin shartli ravishda o'zingiz uchun bilib oling, bu qizil o'ngach, bu me'da. Va me'dadan keyin bizda ichaklar boshlanib ketadi. Umuman olganda anatomik strukturalarni aniq detallashgan holatda bilish biz uchun muhim emas, lekin jig'ildon qaynashini kelib chiqishini tushunish uchun mana shu chizmani o'zini tushunib olishimiz yetarli. Biz ovqat iste'mol qilganimizdan keyin ovqat og'iz bo'shlig'iga tushadi, undan keyin halqumga o'tadi, halqumdan keyin qizil o'ngachga tushadi. Qizil o'ngachdan kelib ovqat me'daga tushadi va me'dada ma'lum bir muddat davomida ovqat qayta ishlanishga uchraydi. Va mana shu qayta ishlovini berish jarayonida me'dada me'da shirasi deb aytiladigan suyuqlik bo'lib, u kuchli kislotali muhitga ega. Aynan mana shu me'da shirasi ta'siri ostida ovqat qayta ishlovga uchraydi. Va mana shu kislotali muhitni berish uchun bizda xlorid kislotasi deb aytiladigan kimyoviy modda ishlab chiqariladi. Ya'ni kislotali muhitni aynan mana shu modda berib turadi. Kislotali muhit inson organizmini boshqa organlarini va hujayralarning funksiyasini bajarishi uchun noqulay sharoit hisoblanadi. Shuning uchun ushbu oshqozon shirasini biz faqatgina me'dani ichida, ya'ni oshqozonning ichida saqlab qolishimiz kerak. Bordi-yu, mana shu xlorid kislotasini saqlagan oshqozon shirasi qizil o'ngachga o'tadigan bo'lsa, bunda bizda jig'ildon qaynashi deb aytiladigan holat yuzaga keladi yoki gastroezofageal reflux kasalligi yuzaga keladi. Mana shu holat normal odamlarda yuzaga kelmasligi uchun, sog'lom odamlarda yuzaga kelmasligi uchun qizil o'ngach va oshqozon orasida maxsus sfinkter bor. Ushbu sfinkter mahkam yopilib, xlorid kislotasi saqlagan oshqozon shirasini qizil o'ngachga o'tishini oldini olib turadi. Bordi-yu, mana shu sfinkter o'zining funksiyasini yaxshi bajara olmaydigan bo'lsa yoki oshqozonning ichida bosim haddan tashqari ortib ketadigan bo'lsa, oshqozon kengayadigan bo'lsa va yana bir qancha ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra oshqozon shirasi qizil o'ngach bo'shlig'iga chiqadi va qizil o'ngach devorini yallig'lantiradi. Va bu holat bizda diskomfortni yuzaga keltiradi. Diskomfort qanaqangi namoyon bo'ladi deydigan bo'lsak, ko'pincha ovqat iste'mol qilgandan keyin yoki qorin bo'shlig'i ichki bosimini oshiradigan jismoniy harakatlardan keyin oshqozonning ichidagi suyuqlik qizil o'ngachga chiqish natijasida to'sh suyagini ortida achish hissi paydo bo'ladi. Bu jig'ildon qaynashning eng keng tarqalgan belgilaridan biri hisoblanadi. Lekin birmuncha kamroq uchraydigan belgilardan yana ovqat yutish paytida qiyinchilik hissini paydo bo'lishi yoki to'sh suyagini ortida og'riq hissini paydo bo'lishi ham insonlarni ko'pincha bezovta qilishi mumkin. Yana og'izdan badbo'y hid kelishi yoki tishlarning kariyesga uchrashining asosiy sabablaridan biri ham mana shu gastroezofageal reflux bo'lishi mumkin. Biz ozmi ko'pmi gastroezofageal reflux kasalligini qanday qilib kelib chiqishini bilib oldik. Jig'ildon qaynashi yoki gastroezofageal reflux kasalligi nimasi bilan xavfli? Nima uchun biz ushbu kasallikning rivojlanishini oldini olishimiz kerak? Avvalambor, gastroezofageal reflux kasalligi yoki jig'ildon qaynashi barcha odamlarda keng tarqalganligi va uni unchalik xavfli bo'lmaganligini yodda tutishimiz kerak. Ushbu kasallik holati xavfli hisoblanadi qachonki uni takrorlanish chastotasi haddan tashqari ko'payib ketsa yoki insonning hayot faoliyatiga, turmush tarziga yomon ta'sir ko'rsatishni boshlasa. Ya'ni odam mana shu diskomfort ta'siri ostida o'zini turmush tarzini oldingidek bajara olmay qoladigan bo'lsa, ushbu kasallik birmuncha yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Xo'p, qanaqangi asoratlarga olib kelishi mumkin? Birinchidan, qizil o'ngach devorini doimiy ravishda yallig'lanish natijasida bu yerda yara hosil bo'lishi mumkin. Yoki yallig'langan hujayralar qon tomirlarini ham yallig'lanishiga sabab bo'lib, keyinchalik qon ketishi holatini yuzaga keltirishi mumkin. Hattoki qizil o'ngach devori yorilib, ovqat massalari yoki havo mediastinum yoki ko'ks oralig'i organlariga o'tib ketishi mumkin. Yana eng keng tarqalgan asoratlardan biri bu qizil o'ngach devoridagi normal qizil o'ngachga xos bo'lgan hujayralarning o'rniga atipik hujayralarni paydo bo'lishi, ya'ni
qizilo'ngach o'smasi kelib chiqish holatlari rivojlanishi mumkin. Albatta bular birmuncha kamroq tarqalgan holatlari, lekin agar insonda mana shu jig'ildon qaynashi holati uzoq muddat davomida va tez takrorlanadigan bo'lsa, ushbu holatni oldini olish uchun tegishli bo'lgan chora-tadbirlar amalga oshirilmaydigan bo'lsa, mana shu asoratlar kelib chiqishi mumkin. Umuman olganda bizga jig'ildon qaynashining ta'rifi, uni belgilari, sababi va asoratlari tushunarli bo'ldi. Endi mana shu holatni kelib chiqishini kamaytirish uchun yoki jig'ildon qaynashini dorilarsiz davolash uchun qilishimiz mumkin bo'lgan birmuncha tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. Mana shu rasmda biz ko'rib chiqdikki, sfinkter yaxshi yopilmayapti. Sfinkter yaxshi yopilmayotganligiga birmuncha sabablar bo'lishi mumkin. Birinchidan, oshqozonni haddan tashqari kengayib ketishi. Oshqozon qachon kengayib ketadi? Biz haddan tashqari ko'p ovqatni bir o'tirishda iste'mol qilgan paytimizda. Va mana shu holatda mana bu sfinkter to'liq yopila olmaydi va oshqozonning ichidagi oshqozon shirasi qizilo'ngach bo'shlig'iga o'tib ketib qoladi. Endi yana qanaqangi holat sabab bo'lishi mumkin desa, ma'lum bir turdagi ozuqa mahsulotlari mana shu xlorid kislotasini ishlab chiqarishni ko'paytiradi va oshqozon shirasining ham hajmi ortib, oshqozonning ichidagi bosim ortadi va bu ham qizilo'ngach bo'shlig'iga oshqozon shirasi chiqish ehtimolligini oshiradi. Ushbu turdagi ozuqa mahsulotlari hammada har xil bo'lishi mumkin, lekin keng tarqalganlardan biri bu kofe, shokolad, alkogol hisoblanadi. Yana bir jig'ildon qaynashini eng ko'p kuzatadigan holatimiz bu semiz odamlarda. Semiz odamlarda qorin bo'shlig'ini atrofida va qorin bo'shlig'i ichidagi a'zolarning atrofida yog' massasi to'planadi va oshqozon va ichaklar siqilgan holatda turib qoladi. Endi siz ustidan ovqat yeydigan bo'lsangiz, oshqozonni ichidagi bosim ortish ehtimoli tana massasi normal bo'lgan odamga nisbatan yuqoriroq bo'ladi va jig'ildon qaynash belgilarini kelib chiqish ehtimoligi ham oshib ketadi. Shularni hisobga olgan holatda biz iste'mol qiladigan ovqatimizni massasini kamaytirishimiz va bordi agar biz to'ymaslik hissini o'zimizda kuzatadigan bo'lsak, chistotasini, ya'ni ovqatlanishni har 4 soat yoki 5 soatda qilishni o'zimizda sinab ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi tavsiya bu ovqatingiz tarkibida jig'ildon qaynashini kuchaytirishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni kamaytirish. Bu har bir odamda turlicha bo'ladi. O'z ovqatlanish ratsioningizni kuzatish orqali ushbu mahsulotlarni aniqlab, ularning miqdorini kamaytirishga urinib ko'ring. Va yana bir muhim tavsiyalardan biri shuki, ovqatlanish, ayniqsa kechki ovqatlanish yotishdan 3 soat oldin bo'lishi kerak. Chunki biz agar ovqatlanib yotib oladigan bo'lsak, qizilo'ngach hamda me'da bitta chiziq asosida bo'lib qoladi, ya'ni ular gorizontal holatda joylashib qoladi. Bu esa oshqozon ichidagi shirani qizilo'ngachga o'tish ehtimolligini oshirib yuboradi. Demak, ovqatlanish eng kamida yotishdan 3 soat oldin bo'lishi kerak. Bordi-yu kunduz kuni ovqatlanadigan bo'lsak, gorizontal holatga o'tishdan o'zimizni tiyib turishimiz kerak. Keyingi tavsiya bu ovqatlangandan keyin qorin bo'shlig'i ichki qismi bosimini oshiradigan jismoniy harakatlardan o'zni tiyish yoki shunaqangi ishlarni ovqatdan keyinga rejalashtirmaslik. Chunki biz ovqatlanganda o'zi oshqozonning ichida bosim oshirdik va endi biz qorin mushaklarini qisqartiradigan jismoniy harakatlar qiladigan bo'lsak, tanani oldinga bukib ishlaydigan ishlarni rejalashtiradigan bo'lsak, bosim undan ham ortib ketadi va bu qizilo'ngachga oshqozon shirasini o'tkazishini oshirib, jig'ildon qaynashi belgilarini keltirib chiqaradi. Va aytib o'tganimdek, tana massasini nazorat qilish. Biz bordi tana massasini normal ko'rsatkichlarda saqlab qoladigan bo'lsak, qorin bo'shlig'ining ichki qismida bosim kamayadi. Sababi ichki organlarning atrofidagi yog' va qorin devorining atrofidagi yog' massasi kamayishi hisobiga oshqozonning ichidagi bosim ham kamayadi. Bordi-yu siz jig'ildon qaynashdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, mana shu yuqorida berib o'tilgan tavsiyalarimga amal qiling. O'zingizning sog'lig'ingizga befarq bo'lmang va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.